Agar shu ko'rsatkichlarni boshqarmasangiz, biznesingiz aniq bankrot bo'ladi. Biznesda yashab qolishi va muvaffaqiyati oddiy oldi-sotdilarga bog'liq emas, balki bu yerda boshqa ko'rsatkichlar bor. Ko'pchilik tadbirkorlarimiz haligacha e'tibor bermaydigan, rivojlangan davlatlarda biznesni yuragi hisoblangan va biznesingizni bittada boost qo'ragan, ya'ni o'stirib yuboradigan shunaqa ko'rsatkichlar bor. Quyida o'shalar haqida gaplashamiz. Bular LTV, ROI, aylanma va marja. Nima uchun Amerika va Rossiyada tadbirkorlar bu metrikalarni bizdagiga qaraganda yaxshiroq bilishadi? Bizda mutaxassislar yo'qmi yoki internetda muammo bormi? Gap boshqa yoqda. Keling, shuni tubdan o'rganib chiqamiz. Amerikada 1900-yillarning boshida bozor hali mahsulotga to'yinmagan edi. Nima ishlab chiqarsangiz sotilib ketilaverardi. Lekin 1970-yillarga kelib bozor to'yindi. Iste'molchilarning hamyoni to'ldi va endi iste'molchilar o'ziga kerakli narsalarni emas, balki xohlagan narsalarini talab qila boshladi. Ana o'sha paytda marketing eng cho'qqisiga chiqdi. Endi mashina ishlab chiqaruvchisi boshqa bitta mashina ishlab chiqaruvchisi bilan emas, balki investitsion fondlar, turizm kompaniyalari va aksiyalar bilan raqobat qilishga majbur bo'ldi. Chunki mijozdagi pul bitta, u mashina oladimi yoki sayohatga ketadimi? Tanlash kerak. Oyoq kiyim sotuvchisini raqobatchisi endi hayvon sotuvchisi bo'lib qoldi. Bu degani mijozni jalb qilish narxi keskin oshdi. Faqatgina yaxshi mahsulot bilan chegaralanib bo'lmasdi. Endi u mahsulotni mijozni ongiga joylashtirish va sotuv texnologiyalarini mukammal egallash kerak bo'lib qoldi. Va ana shu paytda CRM sistemalarning davri keldi. Ular rivojlandi. Ya'ni sizga qimmatga tushayotgan mijozni qayerdadir saqlab turish kerak bo'ldi. Xo'p, endi LTV haqida gaplashamiz. Mijozni marjasi nima va nega uni bilmaslik sizni bankrotlikka olib keladi? Xo'p, buni keling hisoblaymiz. Misol uchun siz bitta tovardan $20 foyda qilasiz. Ya'ni mijoz sizdan u tovarni sotib olsa, $20 foyda olib keladi. Endi siz mijozni jalb qilish uchun marketing, reklama, targeting va sotuvchini mehnatidan foydalanasiz va o'shalarni bitta tovarga bo'lganingizda bitta tovarga $10 dan to'g'ri kelyapti. Ana shu sizda mijozni jalb qilish narxi, ya'ni CAC deyiladi. Demak, sizda mijozni marjasi $10 tashkil qiladi. Ana shu bilim unit ekonomika deyiladi. Agar siz mijoz bilan aloqani yo'qotadigan bo'lsangiz, siz o'sha $10 havoga uchirgan bo'lasiz. Shu sababdan ham CRM tizimlari qiymati juda ham havoda zarur. Har bir jalb qilingan mijozni tizimda saqlab, unga qayta-qayta xabarlar yuborib, uni qiymatini bir necha barobar oshirishingiz mumkin. Men hozirgi O'zbekistondagi holatni Amerikani o'sha 1900-yillarning boshidagi holatiga o'xshataman. Sababi marja katta, to'g'ri, nolga qarab ketyapti, lekin ko'p tovarlarda hali marja bor. Tovar olib kelsangiz sotilib ketadi. Lekin sekin-sekin qaysidir kategoriya tovarlarda raqobat rivojlanyapti. Avvallari siz olib kelgan tovar 15 kunda sotilib ketgan bo'lsa, hozirgi paytda 30 kun, 45 kunda sotilyapti. Raqobat kuchayganda bo'lsa, faqatgina narxni tushirish orqali yutib chiqib bo'lmaydi. Bu yerda boshqa ko'rsatkich, ya'ni aylanma ko'rsatkichi kerak bo'ladi. Rivojlangan davlatlarda marja asosiy ko'rsatkich emas. Asosiy ko'rsatkich bu tikilgan kapitalni qanchalik tez aylanishi va uni qanchalik ko'p foyda olib kelishi. Endi raqamlarga e'tibor beramiz. Siz $100 tovarni $102 ga sotib $2 foyda qildingiz va buni 1 oyda sotdingiz. Siz buni har oy sotadigan bo'lsangiz, yiliga ROI 24% tashkil qiladi. Ya'ni siz $24 ishladingiz. Endi tizimni shunaqa to'g'irladingizki, siz 1 oyda emas, 10 kunda sotyapsiz. O'sha narx, marja o'zgarmagan va 10 kunda sotsangiz, demak siz 1 oyda 3 marta aylantirib, siz $6 ishlaysiz va 1 yilda bu $72 tashkil qiladi. ROI 3 baravarga oshdi. Siz bu yoqda marjani oshirmadingiz, narxni ko'tarmadingiz, balki aylanma tezligini oshirish orqaligina siz foydangizni 3-4 baravarga oshirdingiz. Buni bilish uchun esa sizga qaysi tovarlar pulingizni ushab yotibdi, ya'ni o'lik tovar va qaysi tovarlar sizda lokomotiv, savdoni tortadigan tovar ekanligini bilishingiz kerak va buning uchun sizga avtomatlashtirilgan ERP dasturlar kerak bo'ladi. Mendan biznesdagi eng muhim ko'rsatkich qaysi deb so'rashsa, hisobdagi pul emas yoki mijozi rozilik emas, balki vaqt degan bo'lardi. Har bitta kechikayotgan muhim qaror sizga bir necha millionlarga tushishi mumkin. Qaysi mijoz aslida sizga zarar keltiryapti? Qaysi tovarlar omborda pulingizni muzlatib yotibdi va qaysi pozitsiyalardan pulingizni bo'shatib, qaysi lokomotiv tovarlarga pulingizni
tikishingiz kerak. Bu qarorlarni kechiktirishni har bitta kuni biznesingizga juda ham qimmatga tushadi. Agar siz tovar biznesida bo'lsangiz, importyor, distribyutor yoki chakana savdo tarmog'i rahbari bo'lsangiz, yuqorida sanab o'tgan ko'rsatkichlarimizni nazorat qilishni o'zi sizni foydangizni bir necha barobar oshirib beradi. Men 8 yildan beri o'rta va yirik bizneslarga dunyoga mashhur SAP Business One ERP dasturini o'rnatish bilan shug'ullanib kelaman. Bu dasturdan Coca-Cola, Nike, Boeing va hattoki Apple kompaniyalari o'z faoliyatlarini avtomatlashtirishda foydalanib kelishadi. Xo'p, SAP Business One sizga nimalar beradi? Birinchisi to'liq nazorat. Ma'lumotlarni xodimlardan so'rab o'tirmaysiz. Hamma ma'lumotlaringiz ko'z oldingizda avtomatlashgan holda namoyon bo'ladi. Ikkinchisi erkinlik. Operatsion faoliyatlardan qutulib, o'zingizga va oilangizga vaqt ajrata boshlaysiz. Uchinchisi aniq raqamlar. Qaysi tovar foyda keltiryapti, qaysilari pulni band qilib turganini bittada ko'rasiz va foydangizni bir necha barobar oshirasiz. Agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga maxsus taklifimiz bor. Biznesdagi teshiklarni yopish va pullaringiz qayerda mizlab yotganini bilishni xohlasangiz, hoziroq quyidagi raqamlar orqali bizga aloqaga chiqing yoki Telegram orqali xabar qoldiring. Biz sizga tovar va debitorka aylanmasini bepul audit qilib beramiz. Biznesdagi eng ko'p foyda keltiruvchi tovarlaringizni aniqlashtirib beramiz. Va qaysi tovarlardan pulni zudlik bilan yechish kerak va qaysi mijozlar bilan xayrlashish kerakligini ko'rsatib beramiz. Vaqtni boy bermasdan biznesni raqamlar bilan boshqarishni bugundan boshlang.